Bu videoda shu sızg'uchni biz bu videoda Word'ning sızg'uchlarini qanday ishlatishni o'rganamiz. Bu qo'llanishchanlik intayin yuqori bir bak qulay iqtidor. Odatda biz ma'lum bir mazmun yozgan chog'da 2 bet, 5 bet, 10 bet, masalan, xizmatdagi o'qishda bo'lsin, biz buning formatini tanishmasak bo'lmaydi. Normalda har bir jumlani boshlagan chog'da 2 qur tashlash kerak. Degandek bir qadar cheklanma yoki estetik tuyg'u beradigan har xil formatlashtirishimiz mumkin. 10 bet bo'lib qolsa, har bir betni masalan 2 dan orliq tashlash uchun birdan qilgandan biz sızg'uchdan foydalanamiz. Bill Gates buni loyihalagan chog'da shuni ko'z tutgan. Unda esa sızg'uch qaraylik. Bu sızg'uchningki mana qarasak qum soatga o'xshagan bilan buning o'xshamaydigan 3 bo'lakdan tuzilgan. Üstü ayrım, astı ayrım, eng astı tik 4 bo'lgan ayrım. Eng ustidagi stirlik belgisi qaranglar. Bu stir belgisini qanday roli bor desak, har bir abzasni biz tanlagandan keyin yoki hammasini xohlagan tanlay olamiz. Masalan, ostidan ishkini tanlay. Tanlagan abzasning har bir abzasning ham jumlaning dedim. Abzasninki qur 5dan boshlab tangshalaymiz. Tanlab bo'lib, eng ustidagini 10 ga yetkazsak, hammasi avtomatik yetkazildi. Hem de hemen tanlagan chog'da qanchalik o'tkazsak, birinchi jumlani, birinchi qurni qanda orliq qoldi. Buni indentation deydi inglizcha. Hamda ikkinchisi o'ttirdagi stirlik belgisi. Bu abzasninki qolgan qismlarini yetkazish foydasi bor. Başta tanlayıp mesela ma 3'ünü tanlay. Mana. Birinchi qurga aytishmaydi. Birinchi qurdan qolgan qurlarni qanda biz orliq tashlay olamiz. Hamda eng astidagisi cho desanglar, eng astidagisi mesela hemen tanlab, eng astidagi tik 4 bo'lgan hamma qurni surdi o'ng tarafga. Sol olsak sol tarafga surdi. Bu sızg'uch qanda 3 xil bo'lakdan tuzilgan. Hamda o'ng tarafida yana birisi bor. Bu o'ng tarafidagisi qanday qila oladi? Bu tanlagan abzasni so'liq surdi albatta. Undan boshqa margin deydigan bir gap bor. Bu masalan kichik vaqtlarda imtihon bergan bo'lsanglar, bu yerga javob yozish bo'lmaydi deb bir gaplar bo'lgan. Ya'ni shu margini, betning ma'ni, masalan, miyani biz margin deymiz. Mala cho'risini, chet yerlarini margin deydi. Hamda shu marginni qanday? Mana bu, ko'rdingizmi? Mayan taraf sızg'uchning oppoq masal qaramtil turamdi. Ashu margin shu. Bütün qandaylik betni besib chiqargan chog'da shu margindan tangshalaymiz. O'ng tarafdagini mana. Hatto tik qurdim qanda manchilik orliq qoldi so'nmi yo besilmaydi deganni tangshash uchun ostidagi bor. Shunda margin tangshaymiz. Sızg'uchningki mana rolimi shu. Qulaylik keltirdi.